2025-yilning eng ekonomik mashinasi bu Tiggo 2 Pro avtomobili hisoblanadi. Avtomobil bir turbo dvigatel bilan jihozlangan, shahar ichida rasxoti atiga 5 litr. Bu dvigatel bo'ladi, hech qanday elektr emas, gibrid emas. Motorning o'zida shahar ichida rasxoti 5 litr bo'ladi. Ixchamgina crossover so'raganligi juda ham chiroyli. Luklari ham bor, beskluchovoy dostуп, zadniy kameralar bor, o'rindiqlar eko-koja bilan jihozlangan, luki ham bor, multimedia rul, avtomat korobka bo'ladi, monitorlari ham bor, orqa dizaynini ham ko'rsatib o'taman. Bagaj hajmi 420 litrni tashkil etadi hozir. Anchagina keng bagaj hajmi ham. Avtomobilga qiziqqanlar bo'lsa, pastdagi nomerlarga telefon qilib so'rasana bo'ladi, to'liq ma'lumot berishadi. Boshlang'ich to'lovga 50-60 million so'm bilan sizlar bitta pasportga xarid qilsangiz bo'ladi. Yoki bo'lmasa avtosalonga kelinglar. Manzil Namangan shahar, Yangi bozor, Promzonaning yo'lida. Eng qulay bo'lgan shartda faqat men siz uchun chiqazib boraman. Videoga like bosib qo'yish esingizdan chiqmasin.